Assalomu savolashlar. Va alaykum assalom. Biz hamda HTML qismini oxirlashib, ya'ni HTML'ninki HTML bevosita shakl hujjatlarining yig'ilishini oxirlashib, HTML'ninki yana bir muhim bo'lgan HTMLga ulab ishlangan torbatninki alayda qurilma hujjati, ya'ni qurilma tili bo'lgan CSS tilini so'zlaymiz, ha? Qarab turqinolar. Amda mayada CSS haqida qisqa tushuncha degan mazmunni o'qib o'tlar. Ko'p qism torbat yozishni o'rgangan va kasbiy torbat yozish usullaridan boshqa tordoshlar CSSni ko'p anglab ham ko'rib o'tgan bo'lsin, balkim CSS degan zodi qanday narsa ekanligini aniq tushunib yetib bo'lmagan bo'lishi mumkin. Odatda jiq odamlar CSSni hamda CSS'ni hech qilmaydi, lekin HTMLning o'ziga masalan torbat tarjima qiladigan bo'lsa-mu, HTMLning o'ziga xanon chiqarib o'yga tarjima qilib, yana CSSning o'ziga left degan xatni rightga, yana sol taraf degan xatni o'ng tarafga cho'rib bilan faqat shunchalik qismni ishlatilishi mumkin. Nurg'u odamlar. Lekin CSSning o'zi mustaqil noldan boshlab yozib torbat yasaydigan odamlar oz. To'g'rida qisqa bo'lsa-mu CSSni to'g'ritib o'tmoqchiman. Gerçi şu torbatning qurilmasiga, ya'ni CSS orqali torbatning qurilmasiga aniqlik berilgan bo'lsa-mu, biroq torbat mazmunining shaklida o'zgarish bo'lmadi. Ifodalash jihatda qurilmashgan usulga nisbatan shakl jihatdan tizimlash ilib berildi. Masalan, rang, cho'ng'ishlik, orqa ko'rinish, siziqning rangi, orliq, qatorliq sirtqi ko'rinishlarga nisbatan tizimlash ilib berildi. Mushu mazmunlarning sirtqi ko'rinishini o'zgartirishga ishlatilganlar ifoda deb ataladi. Ya'ni CSSning o'zi mushu torbat dunyosida eng chong ifoda tili, ha? Ya'ni torbatningki mazmunini, torbatningki qurilmasini, torbatning go'zalligini ifodalab beradigan ifoda tili. Masalan, siz ma'lum bir odamni tillamoqchi bo'lsangiz, sat gap bilan ifodasini tiliq bo'lsin-ku. Tillayman deb chiroq gap bilan ifodasini tiliq bo'lamdi. Tiliq bo'lmaydi. Ma'lum bir odamni madiylamoqchi bo'lsangiz, sat gap bilan madiylasini u madiy bo'lmaydi. Cho'qim chiroq gap bilan madiylar, yaxshi taraflarni, ortiqchiligini bayon qilib onki madiylaysiz. Shunga o'xshash mushu CSSning o'zi torbatni chiroq qiladimi, maymoq qiladiganmi, tuz qiladiganmi, isl qiladiganmi, mushu CSS. Bu bir ifoda tili. İfodaga ishlatilgan web, ya'ni tor o'lchamli til asosligi CSS ni ko'rsatadi. CSS bo'lsa Cascading Style Sheets, ya'ni qavat shakl jadvalining qisqartirilma atilishi. Navbatda ko'p tunishtirib ishlatilgani W3C bo'lsa 1998-yil 5-oyning 12-kuni tarqatilgan CSS, ya'ni CSS2, ha? CSSning ikkinchi nusxasi. Ya'ni bu W3C bo'lsa mushu xalqarodagi eng cho'ng bo'lgan, ya'ni nüfuzluq torbat shakl hujjati, ya'ni CSS ham HTML5 ni tadqiq qilgan, ham shuni tashkil etgan bir organ. Mushu xil cho'ng xarakterdagi torbaklarni ko'z olma ostida CSS3, HTML5, W3C deganning belgisi bor. Masalan, ma'lum. Masalan, buning o'zi DIV'ninki kirish qismi, ha? Masalan, ma'lum torbatninki asli qaragan bo'lsak, ma'lumki yo'q ekan. Masalan, Kyoko Konjan o'ziga olsak, Kyoko Konjan misol olsak, yoki Kyoko torbat bo'lsin, boshqa xalq bir torbatga misol olsak, şu torbatning osti qismlarida motorsi ostroq ekan. Şu torbatning osti qismlarida o'sha W3C, HTML5, CSS3 qatorlar degandek bir qism o'qimlar bor, ha? W3C ning CSS o'lchamini qurishdagi maqsadi bo'lsa, CSS ni HTML jadval qurilmasi va boshqa ifodalash tillarini o'rniga almashtirish. Odatda biz ilgari HTML qismiga ilgari so'zga HTML qismi qaragan bo'lsak, mayada mazmun o'tirib to'g'rilansin. Biz HTML o'ziga
mazmun o'toq to'g'lansin, xat nusxasi, ilkar basma tom, xat cho'nlig'i 27, xat rangi FF000 deb bergan, uni namoyish qilmaydi. Aşağı ba'zi qismatdan bergan shunaqa. Lekin CSS ning roli dal mana shunga o'xshash bir muncha qiymatlarni nurg'un yerda takrar ishlatishdan saqlanish, ya'ni birlam CSS yo'lchi yozib qo'yib, butun betlarga shu bir CSS yo'lchini ulab berib, butun betlarga shu qurilmani ishlatish. Ya'ni shuni o'rnini almashtirish, ha? SAP CSS MD'si qurilma shaklidagi XHTML bilan o'zaro birikib, loyihachining sirtqi ko'rinish va qurilmani ayirishga yordam berib, tor bekatlarning ziyorat qilish ve asaş üçün texnik qulaylik keldi. Endi bu CSS'ninki o'qimay bir tor bekatning asosiy yadroliq shakllanishdan iborat, ha. Bundan bo'lsa, bu yoqqa qaramasak CSS'ninki ikki xil ifodani shakllanmaydi. CSS'ninki torbatda ikki xil ifodani shaklamaydi, ha. Bundan birisi CSS'ning HTML'da yozib ishlatilishi. Yani HTML torbatning o'ziga bevosita yozib ishlatish. Bu vaqtda yani umumiy body, yani umumiy gapniki xatniki nusxasi alkat torton, xat rangi FF000, batniki body, umumiy batniki tavit rangi sal sus kuzran holatda bo'lsin deganak qimmat. Ani buni biz bevosita mushbatdan yozib qo'ymay, cho'qim style'dan ichiga kelishimiz kerak. Yani tarang ajilgan style, yani uslub boshlandi, yani shakllar uslubda boshlandi. Buning tipi tang tik CSS qa, yani tarang yapildi. Endi buning ostiga bo'lsa CSS mazmuni yozildi. Body degan bir cho'ng bir atalg'uniki ichiga yozilgan qimmat, yani tarang ichildi. Mush tarang ichilgandan keyin mashadan boshlab mayakacha mush body'niki qimmatlari oxirida tarang yapildi. Tarang yapmasangiz qimmat ishlamaydi. Tushundingizmi? Ahırda için CSS ahırlaştırdık mıydı? Style'ni ahırlaştırdık, ha? Yani HTML yazıp şekil style'ni ahırlaştırdık. Ananınken ikinci xil ifadenin şekli CSS'nin HTML'ga ulap işletilişi. CSS ayırmıcı buludu. Yani Shuttersoft Chick CSS degendek ayırmıcı buludu. Bu hücretini biz HTML'ga ulap verimiz. Yani xiyatını ağırlık ulap verimiz, ha? Tana açıldı Linux. Linuk'ga ulam degan gap, bo'shliq rel, ya'ni mushu ulamninki tab bo'lgan xizmat obyekti. Tam bu style sheet, ya'ni shakl jadvali, shunaqa style uslub jadvali. Buningki tab o'rni uslub jadvaliga tabi, ha. Ana buningki tipi tam tik CSS. Ya'ni bu buning tipi tik CSS. Ana buningki manzili, yani ulanma shunaqa Linux. Buningki ulab bergan hujjatning manzili. Navbatdagi mush HTML hujjat qayerda bo'lsa, shu hujjatningki yendiki Shuttersoft CSS degan hujjat. Tushundingizmi? Endi men aslinqi Shuttersoft CSS degan hujjatga qaraydigan bo'lsak, men aslinqi hujjatga, ha? Bunda bo'lsa, buni biz mayli bir turmush o'tlar. Xo'sh. Har bir chik endi bu ma'ni PPT tarmoqda chiqib qolgan, har bir chik bir qo'rinish keldi, ha. Birinchi qor charset. Ya'ni alfa boshlandi charset. Ya'ni mush navbatdagi CSS ning xarakteri UTF-8. Tushundingizmi? Ikkinchi qor, ya'ni alfa boshlandi font bo'shliq face. Ya'ni xatningki shakli. Endi tirnoq ichida mayada. Tirnoq mayadan shundoq mengib, ya'ni mayadan mengib mazmun. Mayada va cho'ntani oxirlashdimi? Buning ichida font family qo'shdik. Font family'niki mazmuni bo'lsa, qo'shilish mayat boshlandi, mayat oxirlashdi. Font family'ning mazmuni, ya'ni qiymati yuqori tutum shunaqa. Ya'ni mayat font face'niki font family'si yuqori tutum. Yana chektiklash. Endi buni oxirisida, ya'ni SRC kelgandan keyin oxir bir hujjatning ulanib boringa mayada, ha? SRC bo'shliq URL, SRC ning keyinda keyin bo'shliq bor, shoma oson qurish ekan. URL har qanday bir yerda CSS URL kelsa, tirnoq ichib, uning ichiga
hüccetin ulanmasını verimiz. Tushundingizmi? Hamda URL niki ichiga qo'shbash nima u tanakaldi qo'shbash keldi. Buning ichiga navbatga mushu to'g'risini ichidagi UKG ticket EOT degan ma'lum EOT hujjat keldi. Bu EOT hujjat ne hujjat degan vaqtda mushu UKG tuzilgan mushqat nusxasini mushqat nusxasini navbatga to'g'ri bat Uyg'ur chiqat bo'lmagan kompyuterdan normal ko'z uchun amalga oshiradigan hujjat ma'lum. Ya'ni mushqat nusxasiniki to'g'ri xizmat qiladigan hujjat. Tushundingizmi? Ya'ni shu to'rbaga bog'langan hujjat. Biz to'rbaga mushqat usulicha bog'laymiz bu hujjatni. Shuning bilan mayma fond fez oxirlashdi, ma qo'shbash ma cho'ntani ayib bilib. Andan keyin ma aylinik, ay visited, ay hur, ay active degan matn qiymatni ma ilgisilar so'zlab bo'lgan yana bir so'z o'taya. Ay qo'shtiket, linik, ya'ni barliq ayning ichidagi ulanib qilingan mazmun, ya'ni ay tan ajilgan ay bo'shliq xirifdan falan yerga ulanmasi. Onun keyin tan aybilgan. Boshpat ya'ni ay oxirlashdi. Demak, ayning orasida boshpat degan mazmun bor-ku. Yana boshpat degan mazmunniki ulanib qilgan mazmunniki xatning rangi sal tomroq, baq qani qaramasa, qaramqi holatda, tekstning olti ya'ni yo'q, tekstning bezish yo'q holatda. Ondan keyin ulanib qilingan, ayning ichiga ulanib qilingan mazmunniki mazmun bo'lsa, buning tekstning bezish yo'q, rangi mayadak. Sal ko'k holatda, ko'kish holatda. Ondan keyin ulanib qilingan ayning ichiga ulanmalat qilingan ayning ichiga mazmunga mouseni yiqib olsak chiqadigan holat ya'ni. Qatning rangi FF00 qip-qizil. Ya'ni biz ba'zi qatning ustiga mouseni yiqib olsak qizirdi-ku. Qizil o'zaydi-ku, dal shu, ha? Endi mau ostdan qilsa ayning ichidagi ma ay qo'shib ekchiba ayning ichidagi ulanib qilgan mazmunga mouseni yiqib chekkanniki ijro bo'lgan qiymat bu. Tushundingizmi? Buningmi tekstnality yo'q, bezishi ma ko'kran qo'ymayman bu. Ma rangi ko'kran olib bo'lsin. Shundan ma ust qismi tugadi. Ost qismi mayda body boshlandi. 500 barliq doirani o'chilma body bo'lgan ekan. Tushundingizmi? Ana bodyning doira butun navbatga batniki yoki mushu sezib ulangan barliq batniki xat cho'ng'ig'i 25 pt orqa ko'rinishi, xatning orqa ko'rinishi, masalan, bodyning orqa ko'rinishi. Oxirida ya'ni f yani total f bo'lsa oxirida bo'ladi. Margin ya'ni mazmun bilan batniki ichki mazmun bilan batning qirg'oqning oralig'i. Bu qiymat 0, ha? Ondan keyin color ya'ni batning ichki mazmun ya'ni xatningki rangi altdan 0 qana olti qop-qora, ha? Text origin ya'ni mazmunniki tekstniki o'rni, har bir doiradagi tekstning o'rni o'ttirgan. Ya'ni har bir sondagi tekstning o'rnidaymiz, yoki har bir o'rindagi tekstning har bir qo'rdagi tekstning o'rnidaymiz o'ttirgan, ha? Shuning bilan body tugdimi? Xo'sh, endi men ostdan qilsa, bu yana bir aydin bir doira, ha? Bu yerda body, table, ya'ni body barliq batni, table bir butun jadvalning doirasini, ya'ni ramkasini, tr qurs sizig'ini, td stone sizig'ini, div biz buni amzlaymiz ramka, ha? To'rtga aslam. Ondan keyin span buni ma a p o'xshash bu bir qiymat, ha? Mazmun yozgan. Fontda o'rgangan qo'y HTMLda. Input ya'ni tekst yozgan tekst samkisi ham knopka, ha? Text area ya'ni ko'p qo'lli tekst samkisi. Select ya'ni tanlash. Masalan, buni chekkan ekan, masalan, Urumchi, Qashqa, Xotan degandek shu turbalarda rayon tanlash chiqdi-ku. Ashuncha tanlash kontroli, ha? Ya'ni PA
Endi jami qator 12 ta kontrolniki. Yani 12 ta qimmatniki. Buniki xat cho'ng'ig'i 23 pt. Xat nusxasi UK sistem. Ham Times New Roman. Demak, 12 xil mazmunniki xat cho'ng'ig'i, xat nusxasi. Demak, nechkan faqat 2 gram qimmat bormikan? Shunaq. Yana body. Body yani umum gavdiniki background. Siziq ko'lar ham oq ko'rinish rangi ortal efin oppoq rangda. Undan olsa biz hamda avli misol ishlab boqamdiq. Xo'sh. Undan olsa mas yezib darajga biz avval yezib oldik. Avval HTML yozamiz ha. Xo'sh, ona o'smayaga. Assalomu alaykum. Mana bu adres nima bo'ldi? Anda. Ikiston. İki quruq bo'lsin, ha? Bir quruqqa bayaga. Alimjon. Bayaga. Ahmadjon. Bayaga. Mana yozib oldik. Ha? Anda günceni ese balsundun. Növetiki şu üstel yüzdeki SS yumur derece sağla parayı. Bununki ben masını YouTube 8 ücretini indeks HTML ha. Ondan sonra ben mavcut açayım. Ben çıktım ama o. Kat kalsın çıkan nasıl yok mu? Boş. Bundan sonra mamaya tutulsun ha. Bunu maya taşlap bu yerga. Bunu men balson qilay. Mana shu navbat sizning o'ziga. Buni YouTube sektorda bu Olimjon CSS bo'lsin. Salab qo'ydim. Undan olsa undan olsa ama sizin yazmayı biraz yazı vereyim. Bu değil yani umum metninki. Tevhid rengi. Sen bana yazmayı nasıl düşündün mü? Çokum koşuk niyetinden imkanı kıymet nispeti bulaver. Tevhid rengi. Bana olsun. Eğer de o'xshash xonda oltin yetsangiz, 3 xon yazsin kifoya. Mas CSSdan. Tushundingizmi? Qanday rangi? Red. Qip-qizil shunaqa. Katanya nimaya göre? Yine. Mıcık basın. Bunu basın kılıp yaptım. Maya çıktı mı? Çıkmadı. Ondan olsa.
Mana yozib berdim. Endi men mana qayerdan araliqqa tana içib unik boshliq rel tang buningki relniki xarakteri style sheet bunun tipi tang text css buningki manzil tang isminiki mavjudni Olimjon ticket css shunaqa men qo'shimcha yetdim endi tana yetdim. Demak bu ulanib bo'ldi. Qolishini bosdim. Endi mana bossam ha ulanibmi? Xo'sh. Mashina o'xshash. Undan olsa men background sal qarab o'taman ha. Ma bo'ldimi? Xo'sh. Endi raмканы сызба шунаqa астыга table'niki bordersi 1 piksel siziq bo'shliq solida ana sizning rangi yellow bir qo'l yezib yo'da bo'shliq qo'yib tushunadimi animatordan yetdim ma chiqdimi ondan olsa çok paraya masrafın rengini. Bu ne ben bana bakayım mana. Mana bakayım. Ma table'ninki sirqi dair rangsan bo'ldi ma bu. Mayda qiling ha. Ma'lum o'zi bir cho'mir table. Ma'lum o'zi cho'mir table. Manozi TR Mavot TD Kanalma demek ma'nodimi ishliksizga ko'rindimi? Ko'rinmadi. Unda hozir sizga table'ninki bo'shliq TRC ham TD'niki sizga chiqib beray ha. Ham chiqdimi bu? Xo'sh. Anda olsa TD'sini sizga chiqmaydi. Endi buningki mazmunlarni qanday qilamiz? Mushu CSS'ni o'tirto'g'li bo'lanmani sinab baqilay ha. Bo'ldimi? Xo'sh. Undan olsa yana mana qilib baqilay. Yana mana qilib baqilay. Her bir table'niki her bir TD yani her bir kategorisiniki rengi. Apparat olsun. Şuna oldu mu? Endi mouse'ni yıkab apağından bunda özgürden qilib baqay buni. Yani table'niki TD'siniki hover. Bu vaqtda bordersi bir piksel chiziq to'lib rangi qizil rangda tekstniki tekst yozdirgan xatni rangini mana qizil bundan bo'lsa xatni rangini yeşil qilib baqay andan keyin arka görünüş rengini yellow qilib baqdim. Yani mush TD'ga her bir TD'ga mouse'ni yig'ib baqgan vaqtda
ma o'zining sizi ko'q-ku. Ko'kimiz o'zining sizig'i. O'zining sizig'i qizdan o'zgarsin. Xatni rangi yashil o'zgarsin. Orq rangi yeşil olsun degan gap, ha? Ma sariq olsun degan gap, ha? Demak, bu mana o'zgarmadi. Agar buni ishlamay qolsa, TRTD. Agar mana ishlamay qolsa, qanaqa qilamiz biz buni deyaverish ishlamaymiz. Deyaverish baqa qilaroq. Shundan mau qiymatni yozdik. Endi siz torbatni yana bir yozing. Masalan, indeksni ko'chirib oldik. Yoki bo'lmasa ish bir nima oldik, qadar o'tadi. Bunaqa HTML HTML ichiga hayot yana body yana body anadan keyin hayotning ichiga nimaga xat yozib qo'yay. Maqsadimni men saqlab olay. Mana shu CSS degan muddatning ichiga. Bu yerga men degansini saqladim, ha. Navsa men degansi HTML. HTML bo'ldi. Men degan hujjatniki kengaytirib chekit HTML. Buni ichib oldik. Buni qazin xat yomon maymoq shunday qo'y. Maxat. Ko'rgasin. Ana nimaga men? Minik bo'shliq rel. Dan buniki qiymati style sheet. Bu tipi tan text CSS. Buniki ularni qilib manba bo'lsa harfdan CSS hujjatning ismi olingan shunday qo'y. Ana mavjud men olay. Bu vaqt chiqdi mava. Siz unimni ko'rsatdimi? Xo'sh. Siz birlam usul bo'yicha yezib o'tsiz. Birlam usul bo'yicha mesela yezib qo'ysangiz, qolgan batlarimiz hammasi sayya chiqaverdi. Hamma batga pashpatmon siz hujjat yezib o'tirishingizchi yo'q. Mashadli yozimiz. Tushundingizmi? Mana tushunmayapman bormi? Navsa manimcha xo'sh. Navsa kerak bo'lmadi.